AQShdan hammaga assalomu alaykum. Bugun siz bilan Walmart deb atalmish do'konga kirib chiqamiz. Ushbu do'kon 1962-yilda ochilgan ekan. Do'konda inson hayoti uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Bolalar o'yinchoqlari deysizmi? Kattalarga kiyim-kechaklarmi, avtomobillarga, uyni jihozini to'g'irlashga hamma narsalar bor. O'yinchoqlarni rang-barangligi, bularning sifati albatta juda ham qoniqarli, hammaga juda ham yoqadi. Bolajonlar kelib shu yerda o'ynashsa ham, do'kon xodimlari umuman hech narsa deyishmaydi. Shu tarafi menga juda ham yoqadi. Hozirgi kunda Walmartni dunyo bo'ylab 10.500 dan ortiq do'konlari bor ekan. Bizdagi mijozlarga millionlab mijozlarga xizmat ko'rsatar ekan. Eng qizig'i, menga juda ham yoqqan tarafi, bu yerdan olgan istalgan tovaringizni 90 kun mobaynida qayta topshirishingiz mumkin. Mana shu uzumni mazasini O'zbekistondagi Husayni uzumiga o'xshatdim. Juda ham shirin, juda ham mazali ekan. Bu yerda qishin yozin qulupnay deysizmi, har xil sabzavotlar, har xil mevalar, banan deysizmi, kivi deysizmi, hamma narsa muhayyo. Ularni turlari ham bir-biridan ko'p. Qaysi birini olib yeyishni ham bilmaysiz. Mazasi ham yaxshi. Ba'zida oilada bahslashib qolamiz. Qaysi meva qayerda yaxshi, O'zbekistondami yoki AQShdami? To'g'ri, O'zbekistonning mevalariga yetmasa kerak mazasi, lekin AQShda ham ba'zida juda ham shirin, mandarinlar, apelsinlar, olmalar, juda ham shirin mazasiga gap yo'q uzumlar bor. O'tirib, gaplashib o'tirganimizda o'sha ham Toshkentdan kelgandir deb qo'yamiz. Walmartda sabzavotlarni turli xillari mavjud. Sabzilarni, karamlarni har xil turlari bor, lekin negadir sariq sabzini hech ham ko'rmadim. Turp bilan sariq sabzi yo'q. Bitta Walmartda emas, boshqa do'konlarda ham yo'q. Ketayotganda ikkita tarvuz oldik, ko'ramiz mazasi qanaqa bo'lishini. Mana Walmart bo'ylab sayohatimiz ham nihoyasiga yetdi. Yana uchrashguncha, xayr.